Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Beagons kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa biz Beagons tayyorlab Beagons faoliyati bilan shug'ullanib boshlaganimizga xudo xolasa 6 yildan ziyod vaqt bo'lyapti. Mana 6 yil davomida ikkita joyda xudo xolasa tayyorlab kelayotgandik. Mana bugun xudo xolasa 3-joyimizga start berdik, yangi joyimizga xudo xolasa yana go'nglardan to'ktirib, cho'lchalar olib kelib yoyib boshlayapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir qanaqa darajada yoyilyapti, necha kvadrat joy bo'lyapti, shular haqida bitta aytib o'tamiz. Keyin Beagons biznesiga qiziqib, shu biznes qilmoqchi yurgan, boshlamoqchi yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, hozir ayni vaqtda bemalol o'ylanmasdan boshlashingiz mumkin. Chunki Beagonsga yildan yilga talab juda yaxshi bo'lib kuchayib kelmoqda. Shu sababdan hech qachon o'sha tayyorlagan o'g'itlar, tayyorlagan Beagonslar qolib ketmaydi. Dehqonchilikka hozirgi kunda talab zo'r. Beagonsga bemalol biznes qilsangiz ham yoki o'zlaringiz cho'lchalardan olib uy sharoitida tayyorlab dehqonchilikka ishlatsangiz ham umuman qolib ketadigan yoki zarar ko'radigan ish emas. Ikkala tomonlama ham xohlasangiz Beagonsni, xohlasangiz cho'lchalarni bemalol sotishingiz mumkin. Hozir sizlarga mana yorilish jarayonini bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu joyga necha kvadrat joy bo'lyapti, shular haqida bitta aytib o'tamiz. Akalar, ukalar, mana joyimiz ko'rib turganlaringizdek hali unaqa go'ng olib kelib to'kilishda davom etyapti. Mana ko'rib turgan hamma joyingizga xudo xolasa yoyiladi. Bu yerda o'rtacha 500 kvadrat, 600 kvadrat atrofida joy bo'lyapti. 500-600 kvadrat atrofida joy qilyapmiz. Mana hozir ana shunaqa yaxshilarga chiqqan cho'lchaklarimizni olib kelib bu yerga yoyilish jarayonidan ish ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana cho'lchaklar zishlar o'ta zish darajada xudo xolasa chiqqan mana shunaqa karzinka yaxshilarga mana bularni hozir yoyib soni bilan yopib chiqamiz. Akalar, ukalar, Beagons biznes qilmoqchi bo'lib turgan yurtdoshlarimiz umuman o'ylanmasdan bemalol qilishingiz mumkin. Chunki Beagons aytib o'tganimdek yildan yilga talab kuchayapti. Qolib ketadigan narsa emas. O'sha dehqonchilikka hozirgi kunda effekt zo'r berayotgan o'g'itlardan biri shu Beagons bo'lib turibdi hozirgi kunda. Bizni podдержка qilish uchun, kuzatib borish uchun bizga obuna qo'yishni unutmaysizlar. Ish jarayonidan qo'yib boramiz videolarni. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Beagonslar Kaliforniya Qizilo'ng'il cho'lchalar sotuvda mavjud. Mana xudo xolasa joylarimiz kamida 500-600 kvadrat bu yerda joy bo'lyapti. Yerda joylarimiz ham, ikkita joyimiz ham yana primerni 500-600 bo'lsa 1000 kvadratdan ziyod mana shunaqa Beagons yetishtiradigan joylarimiz hajmi shu 1000 kvadratdan xudo xolasa o'tyapti. Yiliga o'rtacha 150-200 tonnagacha Beagons tayyorlab, xudo xolasa dehqonchilikka o'z hissamizni qo'shamiz.